Assalomu alaykum do'stlar, xabaringiz bor, bundan bir oycha avval Allohdan pul so'ragan odam degan bir video tayyorladik va u yerda bir maktubni o'qib eshittirdik. Maktub muallifi Bahodir. U hayotidagi ayrim muammolardan ichida bir qadar tug'yonga, isyonga keladi va uning yozishicha Allohning borligiga ichida bir shubha paydo bo'lganini, boshqa shunga o'xshagan nimalarni yozadi. Va biz ham o'sha maktubga javob o'laroq bir hikoyani keltirdik. U hikoyada Iso alayhissalom va iblis o'rtasidagi bir suhbat aks ettirilgan edi. Iso alayhissalom iblisga aytadilarki, men bu dunyoga sinalgani, ya'ni imtihon qilingani kelganman, imtihon qilgan emas, ya'ni Allohning bor yoki yo'qligini imtihon qilgani kelgan emasman. Men bu yerga, men emas, butun insoniyat bu yerga imtihon qilingani kelganmiz degan javoblarini ularga ham bir javob sifatida berishga harakat qilgandik. Bugun biz do'stimiz, ukamiz bizga maktub yo'llagan Bahodirdan yana maktub oldik va o'sha maktubni ham sizga o'qib eshittirishni ma'qul deb bildik. Assalomu alaykum deb boshlanadi maktub. Sog' salomatmisiz? Avvalambor sizga rahmat demoqchiman. Men yuborgan maktubga o'z munosabatingizni bildirganingiz va vaqt ajratib alohida chiqish qilganingiz uchun. Sizdan iltimosim ushbu xatimni ham o'qib chiqsangiz debdilar. Va maktubga isyon deb nom qo'yibdilar. Inson tabiatida mavjud holat, ya'ni isyon. Inson qachon isyon qiladi, qachonki e'tiqodini ushlab turgan irodasining so'nggi manziliga yetganda. Sizga maktub yozganimda meni tabiatim isyon va norozilik holatida edi. Bu holatga kelishimga sabab harakatlarimga nisbatan ehtiyojimning nomutanosib ko'rinishida deb bilaman. Men haqimda biroz bo'lsa-da fikrga egadirsiz. Sizga haddim sig'ib bir savol bermoqchiman. Hech o'ylab ko'rdingizmi meni bu holatga kelishimga nima sabab bo'lgan ekan deb? Balki o'ylagandirsiz, balki yo'q. Bu tomoni men uchun mavhum. Aslida o'sha sizga maktub yozganimdan bir necha kun oldin men uchun yoqimsiz holat yuzaga kelgandi. Orzular yengilib, mag'lubiyat g'alaba qozongandi. Men bu istamagan va haqli bo'lmagan ikkinchi mag'lubiyat edi. Ikkisiga ham sababni boylik deb bildim. Bu vaqtda kimdandir nimanidir so'rab bilgim keldi va men qadrlagan tafakkur egasi sifatida sizga yozishga va sizdan javob olishga qaror qildim. Men uchun ozuqa kerak edi. Ma'naviy ozuqa, chunki e'tiqodsizlik bo'shliqdir. Men esa bo'shliqda uzoq qola olmasdim. Chunki baribir uning qahridan qo'rqaman. Chunki ertalab turib ota-onamga salomimni beraman, ovqatlanib duosini olaman. Demak, men e'tiqodsizlikka davo qilgan onimdan boshlab yaqinlarimning e'tiqodi balki men uchun yashagandir. Balkim bilmadim nima deyishni. Lekin o'zimga qarab qanchalar fikrlarim isyonga ko'milganligini angladim. Bilasizmi, ular meni bunaqa fikrda ekanligimni hatto bilmaydi, balki qachondir bilar. Lekin bilishlarini istamas edim. Shu o'rinda taqdirni eslamoqchi edim. Agar taqdir bo'lmaganda men sizga xat yozmagan, siz esa javob bermagan, haddim sig'ib yaratgan borligini imtihon qilgani emas, imtihon qilingani kelganimni anglolmagan bo'lardim. Demak, taqdir bor ekanki, yaratgan menga bu tushunchani qalbimga siz orqali yubordi. Demak, u belgi berdi. Ochiqroq aytganda, agar siz xatimga nisbatan fikr bildirmaganingizda, yuqorida aytganim bo'shliqda qancha vaqt qolardim bilmadim. Men hali ham kurashdaman. Yana o'sha isyon bo'lmasligi uchun ham kurashdaman. Sizga kattakon rahmat Abdukarim aka.
qachonlardir siz bilan yuzma-yuz ko'rishib suhbatlashish nasib etishini Yaratgandan so'rab qolaman. Cheksiz hurmat bilan, Bahodir. Do'stimiz Bahodirdan kelgan ikinchi maktub. Bu maktubni ham o'qib eshittirdik va bu maktubni bizga yozganlari uchun Bahodirga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz istaymizmi, istamaymizmi, qabul qilamizmi, qabul qilmaymizmi, haqiqatlar har doim o'z so'zini nima qiladi, aytadi. Bahodir taqdir haqida gapirdilar va bularning hammasini taqdirga yo'ydilar. Shu o'rinda Bahodirga o'xshab ichida bir isyonga ketib, hayotidagi ayrim noqulayliklarni paydo bo'lishini e'tiborsiz qoldirilganlikka yo'yib, tashlab qo'yilganlikka yo'yib, unutilganlikka yo'yib, boshqa joylardan kelayotgan salbiy munosabatlardan ichida paydo bo'lgan og'riqlarni boshqalarga yoqimsiz bir shaklda taqdim etishga urinib, o'zini da boshqalarni da hayotidagi go'zal ranglarni yo'qolishiga sabab bo'layotganlar atrofimizda juda ham ko'p. Aslida bizda ham juda katta xatolar bor. Biz ularni unutib, ko'rib ko'rmaslikka olib yashaymiz. Bu ularning muammosiday. Bu faqat ularga tegishliday o'zimizni tutishga harakat qilamiz. Bu juda katta xato deb bilaman. Mana shu o'rinda bir hikoyani, bu hikoya Bahodirga emas, bu bizni tomosha qilib turgan boshqa tomoshabinlarimizga tegishli. Ularga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Kunlardan bir kuni Al-Asqar universitetining bir professor o'qituvchisi shaharni aylanishni istab qoldi. Hech chiqmasganlar universitet binosidan. Shahardagi o'zgarishlarni ham uncha bilmasganlar. Doimiy ilm bilan, ilm berish bilan, ilm olish bilan band bo'lganlari uchun unchalik shaharning ahvolidan bexabar ekanlar-da endi. Universitetdan chiqib bir taksini to'xtatib, meni bir shaharni bir yaxshi joyga olib borib qo'ysangiz, bir aylanib tomosha qilsam, ancha bo'ldi shaharga chiqmaganimga debdilar-da. Boyagi taksist ham biroz shumroq ekan. Sho'xroq desam noto'g'ri bo'ladi, shumroq. Qarasa, endi Al-Asqar universitetining o'qituvchilarini o'zining libosi bor ekan endi. Kiyib yuradigan o'zlarining libosi bor. O'sha libosidan bilibdiki, bu ustoz o'sha universitetning professor domlalaridan. Bir hazillashay debdi-da. Domlani o'sha shahardagi ishratxonalardan birini yoniga olib boribdi. Va domlaga aytibdiki, domla, mana shu nima? Ro'paradagi xona masjid, bu yerda masjidi shu. Namoz vaqti kelganda namozni shu yerga kirib o'qiysiz deb yo'lda davom etibdi. Bu yolg'onga Al-Asqar universitetining domlasi rostdan ishonibdi. Ya'ni inson nega unday munosabat qilsinki unga? Nimaga undan shubhalansinki uni gapidan? Nega bu gapni muhokama qilib ko'rsinki ichida? To'g'ri deb qabul qilgan oddiy holat. Demak, shu yerda ekan masjid deb. Shom namozi bo'lishi bilan o'sha masjidga qarab, masjid deb ko'rsatilgan binoga qarab yo'lga tushibdi. Va binoni eshigidan kirsa, chap qo'lda bir yosh kelishgan bir qiz o'tirgan ekan. Bu shu masjidning muazzinining qizi bo'lsa kerak, yo imomning bir qizi bo'lsa kerak deb azon aytilishini kutib bir burchakda o'tiribdilar. Kutarmish, azon aytilmasmish. Kutarmish, azon aytilmasmish. Keyin biroz shom vaqti qisqa bo'lgani uchun muazzinda ish chiqib qoldi shekilli, o'zim o'qib qo'yaveraman deb o'sha yerda turgan joylarida azonni aytib, keyin boyagi qiz o'tiribdi-ku. Qizga qarab, "Qizim, ke jamoa qilib o'qib olamiz, tur orqamga.
namoz vaqti o'tib ketib qoladi. Tez harakatingni qil debdilar. Buni samimiy aytayaptilar. Sof holatda. Boyagi qiz kelmabdi. U qiz hayron endi. Bu odam kim, nimaga bu yoqqa keldi, nega bu yerga kelib azon aytdi, nega uni namozga chaqiryapti? Qiz hayron. Yana aytibdi, qizim kelmaysanmi? Turmaysan, vaqt o'tib ketib qoladi. Desa qiz kelmagandan boyagi odam xayol kelibdi, ha, pokmasmisan debdi. Pokmasmisan deganda, ya'ni oy ko'rganmisan degan ma'noda aytibdilar endi domla. Lekin qiz uni boshqacha tushunibdi. Pokmasmisan so'zini yomon ishlarda ichidamisan? Sen bir pok odam emasmisan? degan ma'noda qulog'iga kelibdi-da. Bu so'zdan qattiq ta'sirlangan, qattiq iztirobga tushib qolgan qiz yugurib domlani oyog'iga yiqilibdi-da, menga yordam bering debdi. Keyin domla ahvolini so'rabdi va u yerni ishratxonaligini, u qiz ham o'sha ishratxonani fohishalardan biri ekanligini bilgandan keyin boyagi qizga aytibdiki, qizim bu yerlar yaxshi joy emas ekan. Bor kiyiming, kechaging nimang bo'lsa olib chiq, ketamiz bu yerdan debdilar. Va u qizni olib shogirdlaridan birining uyiga joylashtirib, biroz vaqt o'tgandan keyin turmushga bergan ekanlar. Bir yaxshi odam topib. Buni nimaga aytib berdik? Biz qarshimizda hayotini noto'g'ri narsalar ustiga qurganlarni ko'rsak, biz ularga yuzimizni teskari buramiz. Go'yoki biz to'g'ri yo'ldamiz, ular adashib qolgan. Biz to'g'ri yo'ldaligimiz uchun biz ulardan ustunmiz. Ular adashib qolgani uchun yoki isyonga ketgani uchun ular bizdan pastroqda deb munosabat qilamiz. Bu munosabat juda ham noto'g'ri. Biz juda ko'p eshitganmiz hikmatli hikoyatlarda, rivoyatlarda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislardaki, inson butun umr iymonda yashashi mumkin, oxirgi bir lahzasida iymonsiz bo'lib ketib qolishi mumkin. İnson butun umr iymonsiz yashashi mumkin, lekin Alloh oxirgi nafasida hidoyat qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni bu bizning qo'limizda bo'lmagan narsa. O'shaning uchun biz yonimizda undaylarni ko'radigan bo'lsak, ular bilan yuzlashadigan bo'lsak, o'zimizni ulardan balandroq, teparoq olmasligimiz kerak. Aksincha, qarang, otaxon domla pokmasmisan deganda, u qizdan shubhalanib aytmadi. Unga sen buzuqsan, sen yomonsan, sen fohishasan degan ma'noda aytmadi. Unday tushunmadi ham. Shu darajada to'g'ri ediki, pokmasmisan deganda sen hayz ko'rganmisan degan ma'no bor edi. Lekin u qiz uni qanday oldi? Bu so'zni qiz butun o'zini hayoti davomida o'sha pok bo'lgan paytlarini, haqiqiy ma'noda pok bo'lgan, sof bo'lgan, toza bo'lgan, bokira bo'lgan, gulday bo'lgan paytlarini esladi. Odamlar unga insonday munosabatda bo'lgan paytlarini esladi, haqiqatini esladi. Birgina so'z uni hayotini tuzatdi. Biz ham hayotimizda qarshimizda o'shanaqa odamlar paydo bo'lganda nafratga, zardobga to'ldiradigan so'zlarni emas, balki ularni yumshatadigan, qalblarga kirib boradigan so'zlarni ishlatsak, umuman insonlar bir-biriga munosabat qilar ekan, qancha tavozili, qancha odobli, marhamatli bo'lsa, hayotlari shunchalar rangin, go'zallashib boraveradi. Bugun sizga aytib bermoqchi bo'lganimiz mana shu edi. Bahodirga esa maktub uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Salomat.